Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Mana bugun 16-yanvar Andijon Asaka Tera bozoridan sizlarga qisqacha video obzorimiz. Bu 2 metrli shilipka taxtalarimiz mana 1 kvadrat narxi 17 ming so'mdan. Bunisi esa 17,5 ming so'mdan kvadrati. Bu yerda mana 4,5 metrlik baquvvat polvon to'sinlarimiz. Bir donasini narxi 100 ming so'mdan. Bu yerda esa 4 metrlik to'sinlarimiz narxi 75 ming so'mdan. Bu yerda mana 5 metrlik sarrob starapilalarimiz bor. Narxlari 50 ming so'mdan boshlanadi, 70 ming so'mgacha. Bu yerda 4 metrlik ustunlarimiz, 4 metrlik to'sinlarimiz mana 70 ming so'mdan 4 metrlik to'sinlarimiz, kashayliklarimiz hamda mana bu yerda 2 metrlik primichka taxtalarimiz bor. Razmeri 6 ga 12, 2 metrlik, bir donasi 25 ming so'mdan. Bu yerda mana 3 metrli shilipka taxtalarimiz 1 kvadrat metri 15 ming so'mdan. Bu yerda mana 2 metrli shilipka taxtalarimizda terilish jarayonlari 1 kvadrat metri buni 18 ming so'mdan. Buni sifati ancha yaxshi, xudo xolasa. Terilishiga ham bir e'tibor berasizlar. Terilishida ham ancha farqi bor. Kvadratlari xudo xolasa chiqadi. Bu yerda ham mana 2 metrlik primichka taxtalarimiz, 3 metrlik 6 ga 12 abriznoy to'sinlarimiz. Bir donasini narxi 40 ming so'mdan. Bu yerda 4 metrligi. Bir donasini narxi 70 ming so'mdan. 6 ga 12. Bu esa starapili 4 ga 12, uzunligi 4 metrlik. Bir donasi narxi 40 ming so'mdan. Bu yerda esa mana tumaloq yog'ochlarimiz 3 metr, 4 metr, 5 metrlik. Bu yerda mana 4 metrlik, 5 metrlik ustunlarimiz narxi 30 ming so'mdan boshlanadi. Yonida esa mana ayvon to'sinlarimiz bor, uy to'sinlarimiz bor. Uy to'sinlarimiz narxi 70 ming so'mdan, ayvon to'sinlarimiz esa 65 ming so'mdan. Bu yerda ham mana 2 metrli shilipka taxtani eng zo'ri bor mana nomeradini. 1 kvadrat metri 19 ming so'mdan. Bu yerda mana 5 metrlik starapillarimiz bor. Narxlari 45 ming so'mdan. Bu yerda esa 4 metrliklari. Bu yerda mana 4 metrlik yumaloq baquvvat to'sinlarimiz. Donasi 75 ming so'mdan. Bu esa 5 metrlik. Buni donasi 100 ming so'm. Mana bu yerda mana kashayliklarimiz bor. Narxi 10 ming so'mdan. Kimga terak mahsulotlari tom yopish uchun kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka Vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab esa kelishamiz, xudo xolasa. Like bosish esdan chiqmasin. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.